alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Mana kirib kelgan 2021-yil muborak bo'lsin va hammamizga omadli bo'lsin. 2020-yilda ushalmagan orzularimiz 2021-yil ushalsin. Xudo xolasa biz 3-o'yinimizga start berdik. Barchalaringizga omad azizlar. Meni sevsa jon beraman. Men shu qizni sevaman. Ajlar o'zimizda bir gap borki, ko'nglim sezyapti, mana shu bugun abla kelar deydi-ku. Agar ko'nglingiz sezayotgan bo'lsa, mana shu mashina sizniki bo'lishiga qarshi. Aziz qadrdonlarim, mana Xudo xolasa sizlarga 3-rozigirishimizga start berganmiz. Xudo xolasa biletlar sotuvda. Yana o'sha O'sha bilet 750 dona bilet narxi 2000 rubldan 173 ta prizimiz bor. Undan tashqari 3 ta super prizimiz bor. Va o'yinimizda glavniy prizlarimiz mana shu 2 ta devonasi aziz do'stlar. Ikkitasini ham yili 2013-yil. Hozir mashina ichidan yaxshilab ko'rsatamiz sizlarga. Aziz do'stlar, korobka avtomat, multi-roll, polni komplektatsiya, объем dvigatel 1.6, juda ekonomik. Azizlar, korobka mexanika, multi-roll, polni komplektatsiya, объем dvigatel 1.6, juda ekonomik. Azizlar, o'yinimizda общий priz 173 dona, undan tashqari 3 ta super prizimiz bor. Maqsad 3 ta super priz kim ko'p bilet olsa, birinchi o'ringa 30 ming rubl, ikkinchi o'ringa 20 ming rubl, uchinchi o'ringa 10 ming rubl. Ana undan tashqari 2 ta super avtomobil qo'yilgan. Bulardan tashqari 500 dollarlik, 100 dollarlik, 3000 lik konvertlarimiz bor. Hammalaringizga omad. Video rolikni oxirigacha kuzatib boring. Bet get started now. DJ Bet get started now.
Azizlar, bana o'zlaringiz so'ragan Hyundai Solaris avtomobil, ikkitasini ham sostoyanisi отлично. Hammalaringizga omad.